Barchangizga assalomu alaykum bolalar. Har bir videoroliklarimizda sizlarga aytib kelamiz. Bizani Kamilov promo kodimiz mavjud. Shotingizni binarium orqali to'ldirmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, bizani promo kodni ishlatib shotinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, masalan, deylik $100 ga, balansingizga $200 bo'lib tushadi. $1000 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, $2000 bo'lib tushadi. Ammo kommentda juda ham ko'p bir xil savollarga duch kelyapmiz. Otabek aka, promo kod bu o'zi nima va Kamilov promo kodi qay tarzda ishlaydi degan savollarni почти har kuni uchratganmiz. Bolalar, aynan bugungi videoroligimizda sizlarga Kamilov promo kodi haqida to'liq informatsiyani yetkazib berishga harakat qilamiz. Davom etishdan avval albatta kanalga obuna bo'lib, videorolikka like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bugungi videoroligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi va aynan bugungi videoroligimizda sizlarga Kamilov promo kodi haqida to'liqroq informatsiyani yetkazib berishga harakat qilamiz. Chunki kommentlarda bir xil savollarga duch kelyapmiz. Otabek aka, promo kod bu o'zi nima? Nimaga shotimni $100 ga to'ldirayotgan bo'lsam, balansimga $200 pul tushyapti? Deylik, men $1000 ga shotimni to'ldiryapman. Balansimga $2000 bo'lib tushyapti. O'sha pulimni srazu yechib olsam bo'ladimi $2000 ni? Yoki ba'zi bir shartlari mavjudmi degan savollarni почти har kuni ko'ryapmiz. Bolalar, bugungi videoroligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, Kamilov promo kodi haqida to'liq informatsiyaga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Birinchidan, nima uchun sizlarga o'zi shunaqa promo kodni beryapmiz? Chunki Binarium platformasi bizani ofitsialniy hamkorlarimiz hisoblanadi. O'shaning uchun ham biz obunachilarimizga shunaqa qulay bonus tarqatishga harakat qilamiz. Bunaqa bonusni sizlar boshqa promo kod orqali ola olmaysizlar. Ya'ni 100 ga 100 bonusni. Xo'p, promo kod o'zi nima va qanday ishlaydi? Shotinglarni to'ldirayotgan paytinglar пополнить tugmachasiga bosasizlar, o'sha tugmachaga bosganingizdan keyin bizani promo kodni kiritasizlar va o'zingizga ma'qul bo'lgan to'lov usulini tanlaysizlar. Visa, Mastercard, Bitcoin, Ether, Tether farqi yo'q. Karta, Humo karta ham yaqin orada qo'shiladi. O'zingizga ma'qul bo'lgan summani kiritasizlar. Deylik $1000 yokida $100. Va Kamilov promo kodini pastda yozasizlar, promo kod degan joyiga. Natijada balansinglarni $1000 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, sizlarning shotingizga $1000 pul tushmaydi, $2000 pul tushadi. Ammo bolalar, $2000 pul tushdi degani srazu $2000 ga yechib olishim mumkin ekanda degani emas. O'zingizlarning pulinglarni, ya'ni solgan pulinglarni srazu yechib olishingiz mumkin. Bitta ham bitim ochmagan holda. Ya'ni $1000 soldinglar, balansingizga $2000 tushdi, o'zingizlarning $1000 srazu yechib olasizlar. Lekin berilgan bonus ham kuyadi. Ya'ni balansingizda $2000 bo'lsa, $1000 ni yechsanglar, balansingizda qolgan berilgan $1000 u kuyib ketadi. Otabek aka, bo'lmasam bonusdan nima foyda deydigan bo'lsanglar, masalan qaranglar bolalar, $1000 bilan savdo qiladigan bo'lsanglar, sizlarning riskinglar kattaroq bo'ladi. Kichkinaroq daromad olasizlar. Ammo balansingizga $2000 pul tushadigan bo'lsa, o'sha kattaroq daromadga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. $1000 dan kuniga $50 foyda olgan bo'lsanglar, $2000 dan kuniga o'sha $50 emas, $100 foyda olishingiz mumkin bo'ladi. Promo kod orqali olgan foydanglarni eng qizig'i sizlar bemalol xohlagan paytingizda yechib olishingiz mumkin bo'ladi va promo kodda o'zini voyager mavjud. Ya'ni berilgan bonusni sizlar 10 baravarga ko'paytiradigan bo'lsanglar yokida 10 baravarga ko'proq оборот qiladigan bo'lsanglar, bemalol $2000 ham yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni balansingizni $1000 ga to'ldirdingiz, balansingizga $2000 pul tushdi. O'sha o'zingizni $1000 ga teginmaysizda, berilgan $1000 ga savdo qilasiz. Обороtingiz общий miqdorda $10000 tashkil etganda, birdan o'sha $2000 ga yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Yokida $2000 dan $10000 qilganingizdan keyin birdaniga o'sha $10000 ga yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Promo kodda mazmunini sizlarga tushuntira oldim degan umiddaman. Ya'ni promo kod bu oddiy qilib aytganda sizlarga berilayotgan bonus hisoblanadi va sizlarga berilayotgan qulaylik hisoblanadi. Aynan bizning Kamilov promo kodimiz orqaligina 100 ga 100 bonusga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa promo kodlar sizlarga bunaqa qulaylikka taklif qila olishmaydi. Tushuntira oldimmi bolalar? O'shaning uchun har bir videoroligimizning описаниесida biz o'zimizning promo kodimizni qoldiryapmiz. Eng qizig'i, bu promo kod bir umr davom etmaydi va bir umr ishlamaydi. 2 oydan keyin promo kodimiz oddiy qilib aytganda tugaydi. O'shaning uchun imkoninglar hozir bor. Shotinglarni bemalol to'ldirib, o'sha promo kodni ishlatishingiz mumkin. Va bolalar, srazu aytib o'taman. Bizning promo kodni sizlar faqatgina bir marta ishlata olasizlar. Ya'ni
hozir shotinglarni $100 ga to'ldirib olsanglar, bizani promokodni yozdinglar, $200 tushdi. No, lekin ertaga yokida ertadan keyin yana $1000 ga to'ldiradigan bo'lsanglar va bizani promokodimizni kiritadigan bo'lsanglar, u promokod уже ishlamaydi. Promokod faqatgina birinchi depozitinglarga ishlaydi xolos. Tushuntira oldimmi? Barchangizga xayr bolalar, shu joyda video roligimizni bitirsak ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha